chuvib ketibdik, hammaning hech narsa qilmay kechib ketgan bo'lsa soat, lekin oho, janob mer telefon qilmabdimi? Yo'q, telefon qilmabdi. Xotinimga SMS yozgandim, javob ham bermagan. Bo'pti, hozir ko'ramiz javob beradimi, yo'qmi? Tushunmadim. Kravat. Jetelmi? Kravatni nima qilyapti? Tushunmadim. Nima uchun olib borgan? Tagida qanaqadir yashikmi, nimadir ko'mayaptimi? Nima qilyapti bu? Bloglar qo'yib chiqyapti atrofiga. Shu tam nimanidir rejalashtiryapti-da shu. Yo, nima qildi? Hozir borib ko'raman garoch. Nima qildi ekan bu dabba? Bo'pti, hozir aniqlashtiramiz akalar, lekin nimadir qildi-da, tushunmadim. Xo'p, hozir tapor nimaga bunaqa qilayotganini balki janob mer bilar. O'shaning uchun birinchi bor unga aytang, keyin agar bilmayman desa borib ko'rsin. Oho, ko'cha kim musorga to'ldirib tashadi. Ha, mayli, lekin g'alati rostdan nima kravat ko'may, kravat ham ko'miladi degan narsami? Vashshe kravat ko'miladigan narsa emasmi akalar? Bo'pti, hozir aniqlashtirib, muammo problema emas men uchun akalar, o'zingizlar bilasizlar-ku. Tak, hozir belkuray olib chiqmabman uydan. Ha, mayli, belkuray menimcha kerak bo'lmasa ham kerak. Ne olib chiqaymi ekan, oyoqlar yomon musorga to'lib ketdi. Televizorimni ham mana qolib qo'yibdi ekan nimagadir. Televizorni men beraman deganim yo'q, kunga metallomchilarga bermoqchi edim. Aytgan janob mer o'tgan safar menga daraxt olib kelib berdigandi, esimdan chiqib ketgan ekan. O'sha daraxtlarni olib boray. Mana bu narsa nima kerak bu yerga o'ziga yotibdi, o'z boshicha bu narsalar olib tashlash kerak bu yerdan. Operatsiya qilsa ahamiyati bor edi mana. Nima borligi vashcha qiziqib ketyapman boru. Kravatni nima uni atrofini o'rab qo'yganiga vashcha qiziqish promax bo'lib ketyapti. Tak, hozir mana bu daraxt, qanaqa daraxt bloklar olib chekka, tushunmam, ostida qanaqadir yashik bor ekan akalar, ko'rgandim oldin ham, prosta hozir e'tibor bermagandim. Nahotki shuncha pul akalar, butun dunyo puli-yu. Voy, nima qilyapsan? Tegma pullarimga, ahmoq. O jinnimisan? Nima sen meni ahmoq deyapsan? Nima sen ahmoqmisan? Nimaga men jinni deyapsan? Sen bu pullarni qayerdan olding? Men bir biznes qilib topdim. Qanaqa biznes? Ko'ryapsanmi, qishloqning ichi musorga to'lib ketdi. O'sha nima deyapman, o'sha musorlarni yig'ishtirib turib sotdim-da, mana shunaqa pul ishlab oldim. Sen ham pul ishlashni xohlasang, musor yig'ib kel, bor. Menga olib kelib bersang, pul beraman. Seriozna? Da, seriozna. Soqqani urish kerak, jo'ra. Bunaqa o'tirgandan foyda yo'q. O, yaxshi, motivator bo'lib ketsang bo'lar ekan-a. Ko'ryapsanmi? Xullas, ishni boshla. Bo'pti. Lekin qanaqadir yo'qolib qolganga o'xshadimi? Shamol bo'ldi shekilli uchib ketdi. Tak, bilmadim. Endi qanaqadir texnik nosozlik, Minecraft bagi bo'lishi mumkin. Ahamiyat bermaysiz, nima deyapman? Bermaymiz akalar. Qaroshda hozir janob mer daraxtlarni beraman va biznesni boshlayman. Rostdan pul berammi yo'qmi bilmayman. Mashining bo'lsa lekin dabdala. Janob mer daraxtlarni olib keldim. Bo'ldi, olib keldik. Mana nima edi? Kravatdagi nima bor ekan? Qaroshda kravatdagi pul bor ekan. Qanaqa pul? Qancha pul? Ancha pul. Qayerdan olibdi? Qarochi qishloqda musor to'lib ketgan, o'shalar sotib soqqa qilibdi. Zo'r-ku. Menga ham aytib olib kelib bersang pul beraman dedi. Bor. Musorlar bir chekkasidan, davay qochib tur. Nimaga qocharkanman? Mana musorlar sen tashladingmi? Ha, men tashladim. Nima qilibdi? O jinnimisan, farosatingga yo'qmi? Shularni nimaga tashlaysan? Uzoqqa borishga erindim to'g'risi. Eringan qiz deydi. Yo, eringan qiz haqida gapirilmagan, shoshgan qiz haqida gapirilgan ekan. Bo'pti, qarochi erinma ikkinchi marta. Tak, olamiz. Va qolganlarni ham tezroq olib chiqish kerak. Akalar, qanchalik ko'p musor yig'sam, shunchalik vahshiy boy bo'lib ketaman. Musordan boy bo'lib ketgan birinchi boyvachcha millioner, milliarder, trilliarder deb eshitasizlar, o'sha Joxa bo'ladi. Esinglardami? Joxa boyvachcha degan serial chiqazganman. Avval uni ko'rganlar bo'lsa kommentariyaga, "Yo, ko'rganmiz Joxa, zo'r chiqqan" deb yozinglar. Agar zo'r chiqqanmisa, yomon chiqqanmisa zo'r chiqqan deya olmaysizlar-ku. O'shaning uchun endi zo'r chiqqanmisa maqtab qo'yinglar, to'g'rimi, Jitel? Men ham ko'rganman, vashshe gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, maqtagancha. Qayerda musor bor, bilmaysanlarmi? Ya, bilmaymiz. O'zi senlar hech narsani bilmaysanlar. Mana bu yerda bor ekan. Qalaysan Jitel, tinchmi? Tillotishlar qalay ishlar deydi-yu. Meni tilim, qanday tilim? Tishim oddiy. Yaxshi, unda tillotish qo'ydirib. Tak, akalar davom etamiz. Musorlarni yig'ishda shu ketishda borib, musorlar qiroli bo'lib ketaman deyman. Mana butun dunyoni musorini yig'ib chiqyapman. Butun dunyoni emas, butun qishloqda akalar. Sizlarga mana shu challenge, qarosh qishloqinglarda, mahallanglarda, shahringlarda mana shunaqa musor joylar bo'lsa, tozalik bo'yicha challenge qilinglar. Qanchalik ko'p joyda musorni tozalasanglar, shunchalik zo'r bo'ladi. Davay boshlanglar tozalashni qarochi. Men bo'lsa qishloqda o'zim obodonlashtirib yuribman. Qishloqda obodonchiligiga qarash, o'ma somsaxonaga sous qilaman deydi-yu. Boshqa qiyin so'z ekan. Borib qiynalib aytdim. Qalaysiz, brat? Qalaysan o'zing? Tinchmi? Nima salom bermayapsan? Aytgancha assalomu alaykum. Va alaykum. Zo'rmisan? Rahmat. Musorchi bo'ldingmi? Yo'q, prosta soqqa qilyapman. Musordan soqqisi bo'ladimi? Boshlang siz ham. Rahmat. Arzimaydi bo'pti. Akalar, yana davom etamiz. Qayerda musor bor? Adashmasam mana shu yerda ham musor ko'rgandim. Mana bu yerda bor ekan.
Xo'p, buni ham olaman, bunisini ham olaman va manavsini ham olaman. Yana qayerda bor ekan? Qishloqda o'zi hamma yog'iga musor tashiydi. Nahotki odam yashamaydigan joylarda ham musorlar bor. Shu ham shu odam yashamaydigan uylarga borib, shu yerda ham kimdir yashapti deb o'ylashsin deb olib borib tashlagan bo'lsa, bu tomonlarda yo'q ekan adashmasam. Tak, yana qayerda qoldi ekan? Menimcha tugadi musorlar. Voy, Jetel, menga qara, musorlarni olib keldim. Ha, obke. Men chiqaring, agar kam bo'lsa pul berib yuboraman. Bu kam emas, jinnimisan, butun dunyoni musorni yig'ib keldim-ku. Ha, ber mayli. Qarang, rostdan ham ko'p musor olib kelibsan. Qancha pul beray? Endi berganingni beraver. Mayli, hozir hisoblab olay. Hozir tak, bu buncha, mana buncha. Taksiga qancha pul bersam ekan? Hozir hisob kitobim ishlamay qoldi. Bo'ldi, hisoblab bo'ldim. Qanochman, yashitni ichidan 5 stak pul olgan bo'laveradimi? Yo'q, rostdanmi? Ha, rostdan olaver 5 stak. Bo'ldi, gapi bitta mashina puli-yu, rahmat, 6 ta yopib yordim. Mayli endi, olsang olay, nima ham derdim. Endi bir saxiylik qilay senga ham. Mayli, arzima, rahmat to'g'ri. Mayli, arzmaydi deydi menga. Ularni eshitib olay, yetmagani qora daraxt olamiz, olamiz. Nimagadir mana shu daraxtlar g'alati quruqsidek hazillashib aytyapman. Endi daraxtni ham u joyiga pulim qanaqa pul yetish kerak. Bo'yim yetmadi deb hisoblaymiz, chunki endi bo'yi pastlik ham g'alati-da akalar. Mayli, men bo'yim past bo'lsa ham shukur qilaman. Men qara yana musor topib kelsam senga bersam bo'laveradimi? Menga daraxt topib kelgan bo'lsang beray, daraxtdan olaman. Seriozna? Ha, mana berganda ko'rasan. Berdingmi? Bermadim. Qo'lingda turibdi-ku, dabba. Ha, bo'ldi. Bunga pul olasanmi yo'qmi bilmadim. Kerak emas, bir stay ortiqcha oldim, o'shanga hisoblab olamiz. Karoshda akalarni endi bemalol uyga kirib o'tirsa bo'l. Uyimda musor yo'qmikan? Uyimdagi musorlarni terib olib chiqib bersam, zo'r bo'lib ketadi. Ana televizor bilan kravat uchun menga pul bermadi. Ular ham musor edi-ku, eski narsa edi. Hozir ko'rayinchi, uyimda qayerlardadir eski narsa bo'lishi kerak. O'zim eskiman deyimmi? Yo'q, o'zim qayerda eski bo'laman akalar? O'zim yappa yangiman deb o'rayimmi? Yo, o'zimni maqtagan bo'lib qolaman keyin. O'zimni maqtashim yaxshi emas ekan akalar, kibr bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'zimni maqtamayman. Sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin deydi-ku. Tak, hozir amallab chiqamiz, yana amallaymiz, yana bir necha marta amallab tashlaymiz. Janob mer, qalay, tinchmisiz? Yana keldingmi boshda ortgani? Yo'q, qarang, karoshda menga 6 ta pul berdi shuncha musor yig'ib borganimga. Seriozda? Da, seriozna tasavvur qilyapsizmi? Menga ber. Sizga mayli beraman. Bo'ldi, endi men sendan ancha soliq so'ramayman. Aniqmi? Tiniq. Bo'ldi, gap yo'q. Lavzmi? Lavz dedimi, lavz, bir gapir. Bo'ldi, gap yo'q. Janob mer, ikkalamiz ham mujik ishini qildik. Siz ham men ham bo'pti. Karochi, sog' bo'lasiz. Mayli, Voy, Jetel, qalaysan? rahmat, zo'r. Qayoqdadir musor ko'rmadingmi?